Kuch adolatdadir. Amir Temur. Dushmandan qo'rqma, munofiqdan qo'rq. Qilich o'tkir bo'lsa-da, o'z sopini kesmagay. Nomussiz hayotdan nomusli o'lim yaxshi. Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni. Og'zingga qon to'lsa ham dushman oldida tupurma. Qo'liga qilich olgan bahona qidirmaydi. Jangda yengilish taqdir pardasi ostida yashirin. So'zlaguvchi gar nodon erur, tinglaguvchi dono bo'lsin. Amir Temur tarix sahifalarida Aleksandr Makedonskiy, Doro I, Yuliy Sezar kabi yirik sarkardalar bilan bir qatorda turadi. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir. Turli manbalarga tayangan holda u haqidagi bilimlarimizda ham hukmdor, zobit, sarkarda ham jangchi sifatida gavdalanadi. Yirik davlatni tashkil qilib, Amir Temur mamlakatning iqtisodiy va madaniy rivoji uchun sharoitlarni tayyorlagan. O'tgan davrlarning qadimiy an'analari yangi tarixiy ko'rinishda qayta tiklangan. Amir Temurning vafotidan so'ng G'arbiy Yevropa bilan savdo diplomatik aloqalar nihoyasiga yetadi.